Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Hammaga xayrli kun. Kuningiz omadli, barakali o'tishda davom etsin. Biz tahlillarimizni davom ettiramiz. Birinchi o'rinda albatta dollar indeksidan boshlaymiz. Birinchi o'rinda, chunki bilamiz, dollar indeksi bozori yirik bo'lganligi uchun dollar indeksini har doim ko'rib, kuzatib yurganimiz menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, nima holat kutayotgan edik? Dollar indeksi sekinlik bilan bayga razvorot qandaydir boshlaganga o'xshaydi. Chunki H4 time frame oladigan bo'lsak, mana bu yerdagi kichik bo'lsa-da korobkadan bozor chiqib ketdi, kichik harakat bo'lyapti, harakat qilyapti va davomiy ssenariy bayga o'sib bera oladigan bo'lsa, imbalansga chiqib bera oladigan bo'lsa, bay harakat yaxshi bo'ladi. Bu holat o'zida biz tillada yana davomiy sell pozitsiyasini ko'rsak bo'ladi. Lekin qaytib korobkalar ichiga kirib bozor harakatni davom ettiradigan bo'lsa, ya'ni selga harakat davom ettiradigan bo'lsa, biz tillada new high va yana davomiy o'sishligini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, endi tillaga keladigan bo'lsak, tillada nima holat yuzaga kelyapti? Tilladagi holat, ya'ni H4 time frame razvorat bergandan keyin kechagi oqim bo'yicha juda ham kuchli aslida oqib ketish kerak edi. Bozor yana o'sha H4 time frame buzilishi, bozor yaxshi harakat qilayotganligi, kichik harakatdan so'ng bozorda yana sell pozitsiyasini yaxshi ko'rishimiz kerak edi, kuchliroq ko'rishimiz kerak edi, lekin juda ham kuchli bo'lmadi, chunki bilamiz, globalniy trend bayda bo'lganligi uchun bayga impuls berib yubordi. Va bu holat bilan bozor nima demoqchi? Va mana bu yerda minimumda juda ham kuchli qarshilik zonasi yuzaga kelayotganligidan signal bo'lyapti. Bu bizlardagi o'sha 4616 zonlar bozorda juda ham kuchli ssenariy tuzyapti. Agarda narx razvorat modelida yana bir marta mana shu nuqtaga sindirishga harakat qiladigan bo'lsa, qo'rqmasdan bozorni har qanday harakatidan yoki dalivkalar bilan biz kuchli pozitsiya sell ssenariysini davomiy ko'rsak bo'ladi. Bu holatda agar kichik Fibonacci tortib turib ishlaymiz deydigan bo'lsak ham, Fibonacci bo'yicha ham qaraydigan bo'lsak, umumiy narx bo'yicha 23.38 zonaga bozor kirib kelganligini ko'rib turibmiz va o'sha zonani o'zidan bozor reaksiya beryapti. Hozir 74 zonani tagida yopilmayapti va 74 zona tagida yopiladigan bo'lsa, hozir kutayotgan ssenariyimiz bo'ladi. Bu holatda o'zida biz kamida o'sha 123 zona bo'ladi, 4890 va 4885 oralig'i va kuchliroq oqim bo'ladigan bo'lsa 4551 dan 4520 oralig'igacha bozor tushishligini va davomiy kuchli oqadigan bo'lsa o'sha 4400 narxlargacha tushib ketishi mumkinligini, undan keyin yana bozor bayga reaksiya berishi mumkinligini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bay ssenariy qay tarzda bo'lishi mumkin? Agar yo'q, bozor minimum sindira olmadi va ssenariy davomiy yuqoriga harakat ettirib yuboradigan bo'lsa, bu holatda o'zida xuddi o'sha ssenariy, masalan, mana shu nuqtada Fibonacci teskari tortgan holatda birinchi 123 ga kichik shpilka berishi va tendensiyalar kichik harakat bo'lishi, kuchliroq harakat bo'ladigan bo'lsa 74 o'ziga harakat bo'lishligi, 23 zonani o'zi bizda 123 zona 4720 zona oralig'i bo'lyapti va o'shandan keyin yana yuqoriga harakat davom ettira oladigan bo'lsa, mana shu holatda o'zi yana yuqori harakat qiladigan bo'lsa, biz 4757 mida da o'sha 4757 oralig'iga chiqishligini va undan keyingi zonalarni o'sha mana hozir men qo'yganimga o'xshab turib, примерно hisoblash 4783, 4854 işte bizga aniqroq berganligi uchun juda ham kuchli o'sish amalga oshiradigan bo'lsa, biz albatta o'sha 5000 narx, o'sha kutilayotgan 5000 narxgacha bozor davomiy chiqib ketish ehtimoli yuzaga keladi. O'shaning uchun globalniy trend bayda biz kattadan selga harakat qilib ko'ryapmiz. Stop loss bilan yoki kichik bo'lsa-da pozitsiya ushlab harakat qilyapmiz va bugungi D1 time frame'imizga qaraydigan bo'lsak, demak o'sha baydagi zona aytdim, D1 time frame'ga qaraydigan bo'lsak, biz kechagi holat shpilkani zonamizni tagida yopilish yuzaga keltirib beryapti va bugungi kunimiz agar selda yopilish yuzaga keltirib beradigan bo'lsa, biz kuchliroq yana bir harakatchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha maksimum nuqtalarning ustigacha balki mana bu nuqtagacha bo'ladi. D1 time frame'dagi reaksiya olib bayga o'sishi mumkin bo'lgan ikkita zonamizni. Undan keyin tendensiyani yana ko'rsak bo'ladi. Qanday holatda ketishligiga. Globalniy trendga kerak bo'lsa, mana bunaqangi tortib ham bozorda biz o'sha bay zonani o'zimiz uchun aniqlab olsak bo'ladi. Demak, D1 time frame kichik bo'lsa-da signal bergan ekan va haftalik time frame yetib olgan bo'lsak, haftalik hali yakunlanmadi va undan oldingi haftani hech bo'lmasa bir 50% lik harakat yuzaga kelmadi. 50% harakat bersa, balki o'sha 4400 yoki 4500 narx oralig'igacha 50% harakat
Undan keyin balki reaksiya bayiga ko'rsak bo'ladi. Oylik time frameligimiz kuchli impulsiv bayda yopilyapti va oy yakunlanishiga ham oz muddat qoldi. Shuning uchun balki yangi oyimiz sal pastga shpilkaroq qilib pastga yopilish ehtimoli ham yo'q emas. Va agarda oylik time frame shu zaylda davom ettirib bayiga yopilishi davom etadigan bo'lsa, biz kuchli impulsiv ssenariysini davomiy ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kuchli impulsiv oqish va kuchli impulsiv o'sish ssenariysiga o'xshab turib davom etishi mumkin bo'ladi. Qisqacha fikrlarimiz mana shundan iborat. Bozorni yana tahlil qilishda davom etamiz. O'sha seldagi qaysi zonalar va baydagi qaysi zonalarimizni aytib o'tib ketdik. Hammaga rahmat, omadinglarni bersin.